Assalomu alaykum. Bizni ijtimoiy tarmoqlar orqali kuzatib borayotgan qadrli obunachilar, bugun Iqro kitoblar do'koni jamoasi Qiyot mahallasi Yangiravot qishlog'iga tashrif buyurdik. Tashrifimizning boisi mana shu avtomobilni o'z egasiga taqdim etamiz. Bugungi qahramonimiz Lutfulla akamizga eng chiroyli tilaklar va tabriklarimizning barchasini yo'llab yo'naltirib qolamiz. Qo'shaloq sovg'alar, adashmasak avtomobil, umriga sertifikat, o'zlarining xabarlari yo'q. Inshaalloh onajonimiz, otajonimizga musofirda farzandlari tashkil qilganlar Alloh barakasini bersin va mana shu tashkil ishga yaqindan yordam bergan bizga, jigarlarga, Saidjon do'stimizga alohida tashakkurimizni izhor etib qolamiz. Tayyormiz, ha, Saidjon? Ketdik. Ostonamni xatlab kira olmaydi g'am. Ko'nglimni yengolmas alamlar turli. Siz bor, ko'zlarimni yo'qlamaydi nam. Dada, yoningizda bo'lmoq huzurli. Oqlarga almashib sochingiz rangi sizni charchatibdi yillarning jangi. Hikmatlar olaman yangidan yangi. Dada, yoningizda bo'lmoq huzurli. Borsizki yurmayman hech nedan cho'chib, yashayman omadni erkalab quchib. Halovat istasam boraman uchib. Dadajon, yoningizda bo'lmoq huzurli. Avvalambor assalomu alaykum. Mana shu xonadonga yaxshi niyatlar ila a'lo kayfiyatlarda tashrif buyurgan opajonlar, singillar, assalomu alaykum amakijonlar, tog'ajonlar. Bugun Iqro kitoblar do'koni jamoasi yana bir baxtiyor insonni tabriklash uchun tashrif buyurdi. Albatta, eng chiroyli tilaklar, samimiy so'zlar, tabriklar barchasini Lutfulla otamizga yo'llab yo'naltirib qolamiz. Otajonimizning umrlari uzoq bo'lsin va biz davramiz badiiy nuqtasiga Lutfulla otamizni Nilufar onajonimiz bilan birga taklif qilamiz. Marhamat. Turibman qaddimga, turib taqoyasini, yuribman davrim siri, dadam soyasida. Ravondir yo'llar, gulzaru gulsizlar, ko'kka yetar qo'llarim, dadam soyasida. Dushmanga xor bo'lmadim, do'stlarga zor bo'lmadim, yashadim hech so'nmadim, dadam soyasida. Dushmanga xor bo'lmadim, do'stlarga zor bo'lmadim. Assalomu alaykum yana bir bora. Tug'ilgan kunlar, to'ylar muborak bo'lsin. Eng chiroyli tilaklar va tabriklarning barchasini albatta Lutfulla akamizga va shu bilan birgalikda Nilufar opamizga yo'llab yo'naltirib qolamiz. Bugun farzandlar, nabirajonlarning tilaklari bitta. Sizni xursand ko'rish, kayfiyat ulashish. Musofirdan o'zining alangali salomlar, tabriklarni yo'llagan o'g'lingiz Ilhomjon ukamiz Ziyodulloning chiroyli salomlar, tabriklarini yetkazib qolamiz. Mehribonlaringizni niyatlari bitta. Otam baxtimga salomat bo'lsin, onajonim bor bo'lsinlar, omon bo'lsinlar. Iltimos tabriklarimizni yo'llab qo'ysangiz, dadajonimni tug'ilgan kunlari arzimas sovg'alar, syurprizlar uyushtirganmiz. Mana shu sizni tabriklash agentligidan foydalanib sovg'alarimizni taqdim etsak deya niyat qilishgan ekan. Baxtingizga mana shu qanotlaringiz, ikki o'g'loningiz bor bo'lsin, salomat bo'lsin. Shu bilan birgalikda albatta bugun mana shu tadbirga maxsus tayyorgarlik ko'rgan qizalog'ingiz Gulbahoroy, keliningiz Feruzoyga ham alohida tashakkurimizni izhor etib qolamiz. Bugun tilaklarning eng sarasi siz uchun, yangamiz uchun, qolaversa sovg'alar ham sizlar uchun. Biz davramiz badiiy nuqtasiga so'zlarimiz, tabriklarimizni davom ettirishdan oldin buvijonimiz qanlar? Buvijonimizni ham taklif qilsak, Sabohat onajonimizni taklif etamiz.
Va albatta bugun barchadan vaqtimiz imkonimiz qadar chiroyli so'zlar, tabriklar, niyatlarini eshitamiz. Undan oldin marhamat buvijonimizdan bitta so'zlar, duolari bilan boshlasak-da, so'ngra otajonimiz, onajonimiz uchun atalgan sovg'alarni taqdim etsak. Ziyoda onajonimizni ham taklif qilar ekanmiz. Marhamat. Assalomu alaykum buvijonlar. Umringlar uzoq bo'lsin, salomat bo'linglar. Bugungi mana shunday go'zal daqiqalar sizga, farzandlaringiz, nabirajonlaringiz xonadoniga muborak bo'lsin. Biz so'zlarimizni davom ettirishdan oldin buvijonlarimizni ham so'zlardan bahramand bo'lsak. Buvijon, marhamat. Assalomu alaykum. Mana xush kelibsizlar kuyov, mana qizimni xonadoniga. Kuyov yuzlarga kirib yuzlashib yana yursa, yana yaxshi kelinlar olib kelib, ko'rib huzur halvatganasini ko'rdilar. Davlatni pensiyalarni olib, avara boshlari to'ydan chiqmasin, yurtlarimiz tinch bo'lsin. Ilhomjon bilan Ziyodajon ishlari xilobaraka berib, Allohim bir panohida o'zi asrasin, qayda bo'lsa hammamizga Alloh o'zi asrasin. Rahmat sizga. Assalomu alaykum aziz mehmonjonlar. Xush kelibsizlar ukajonimni xonadoniga. Men Lutfullajon bilan kelinim qo'sha tarisinlar. Yuzlarga kirsinlar, shibillarni huzurini ko'rsinlar. Safarda yurgan Ilhomjon, Ziyodajonlar, qolgan bolalarimiz ham eson-omon kelib, uylarida katta-katta to'ylar qilsinlar. Nima niyat qilsalar, niyatlarni yetsinlar. Faqat yaxshi kunlarimni istayman. Shu xonadonda faqat yaxshi kunlar bo'lsin, to'ylar bo'lsin. To'ylarga kelib, shunday qatnashib yuringlar, sog' bo'linglar. Rahmat. Buvijonlar salomat bo'linglar, omon bo'linglar deb qolamiz. Vaqtimizga albatta onalarimiz bizni oq yuvib, oq taragan, mana shu yorug' kunlarga yetkazgan buvijonlarimizni umrlari uzoq bo'lsin deb qolamiz va yuqorida ta'kidlab o'tdik, bugungi oqshom surprizlarga boy bo'ladi. Bugun otajonimga xursandchiliklar ulashaylik, qo'shtirnoq ichidagi arzimas sovg'alarimizni taqdim etamiz deya farzandlaringiz bel bog'lashgan va agar yo'q demasangiz sizni tashqarida turibdi, sovg'a kutmoqda ekan, qo'rg'oniga borin to'kkan otajonlar, farzandiga jonin tikkan otajonlar, begoyim deb ardoqlagan qizlarini o'g'liga ot bo'lib cho'kkan otajonlar. Otalarimiz bor bo'lsin, salomat bo'lsin va imkon bo'lsa onajonimiz bilan birgalikda sizni tashqariga taklif etsak, o'g'lingizni ajoyib sovg'alarini qabul qilasiz. Marhamat. Video operatorimizni ham iltimos qilamiz. Sizga mashina sovg'a qildi, shunga ham bir haqiga duo qilib qo'ying deb iltimos qilganlar. Otasiga agar mashina sovg'a qilgan bo'lsa, o'zi domlani duo qiladigan bo'lib qopti-ku bu. Birodarlar, bir qiziq voqea bo'ladi. Bir ahli ilm akamiz bilan katta bir mashinalarga o'tiramiz. Men yo'llarda ketaman-u, betonkada bir Cobalt, oq Cobalt bantiklar qilib qizil bantiklar o'rab qo'ygan Cobaltga, orqasiga oldiga otajonimga deb yozib qo'ygan. Birdan haligi bolani quvib qolsa, yonimizdagi ustoz, "Hoy, ta'sir, ta'sir, shoshmang" deydi. Qo'rqib ketaman buni vajohatidan. Ta'sir sekinroq yuring. Haligi bolalarni ushladi endi burilishda. Borib, katta mashinada o'tiribmiz. Ja qimmat mashina. Haligi bolalarga borib, bolalar yaxshimisiz? Bu bolalar qo'rqib ketyapti. Aka tinchlikmi? Hech narsa qilmadik sizga. Hech narsa qilmadilaring. Qalay, mana bu mashina zo'rmi dedi. Mashinasini ko'rsatdi. Aka bu zo'r mashina. Barakallah. O'zing uchun bil qo'ylaring bolalar. Hozir senlarning oldingda tiz cho'kishga tayyorman. Sani mashinangdan zo'r mashina yo'q, chunki sen otangga sovg'aga olib ketyapsan. Mana otam o'lib ketgan. Men endi tankga haydasam ham, samolyot haydasam ham menga farqi yo'q. Sen olib ketayotgan mashinaga hech narsa yetmaydi. Rahmat etgani orqangdan quvib keldim deydi. Otangga rahmat sani degani orqangdan quvib keldim deydi. Otasiga, onasiga bir narsa sovg'a qilaman deb yurgan bola Xudoga yaqin bola bo'ladi-ku. Ularga aytaman cheksiz rahmatim. Ularga baxshida umrim, xizmatim. Men uchun eng ulug' ushbu insonlar otam davlatimdir, onam jannatim. Dunyoda eng pok qalb sohibi otam. Eng g'amxo'r, mehribon inson bu onam. Ular bor birovdan ayting nimam kam. Otam davlatimdir,
onam jannatim. Shunaqa mehrli otam ko'zlari, shunaqa sehrli onam so'zlari. Bir suyib ketaman suyganim sari, otajonim davlatimdir, onaginam jannatim. Avtomobillar muborak bo'lsin. Salomat bo'ling. Albatta biz bilan muloqot qilganda qo'shtirnoq ichida arzimas sovg'amiz bor deganda biz kichikroq deb tushungandik. Arzimas juda ham katta avtomobil, zo'r sovg'a deganimizda otamiz, onamiz bizlar uchun qancha zahmat chekdi, qancha qiynadilar. Mana shunday kunlarga yetkazdi. Ularga bundan ham ziyodini qilsak ham kam deya ta'kidlab o'tdi. Mana shunday aqlli, dono so'zlar uchun o'g'illaringizga tashakkurimizni izhor etib qolamiz. Va adashmasak, farzandlaringizni yana sovg'alari bor ekan. Yana qanaqa sovg'a kichikmisa, yana o'sha qo'shtirnoq ichida kichik sovg'a biz eshitdik, qanaqa sovg'aligini, u ham juda katta sovg'a ekan. Har bir farzandga mana shunday baxt nasib etsin deb qolamiz. Va ajoyib musiqa sadolari ostida onajonimiz, otajonimizga atalgan marhamat farzandlaringizni kutilmagan surprizlarni qabul qilasiz. Marhamat. Marhamat. Guldastalarni birinchi taqdim etamiz. Ka'batulloh. Kitob naborlar muborak bo'lsin. Otangni asragin, onangni asra. Omonat dunyoda ota onangday. Eng yaqin sirdoshing topilmasra. Inshaalloh mana shu nabor, mana shuni o'g'lingiz buyurtma qildilar. Sababi endi buni har xil nimasi bor. Otammi, onammi mana shu kunlarga yetkazsin. Mana shu Allohning uyiga, Baytullohga yetkazishni biz ham chin yurakdan Allohdan so'raymiz. Va otam, onam Baytullohga borib bizni yana ham chiroyli, go'zal duo qilsin. Barchamizni, barcha jigarlarini duo qilsin dedilar va yana qanaqa surpriz bo'lishi mumkin. Mana shuni niyat qilgan ekan. Mana shu Baytulloh, Ka'batulloh, otamni, onamni olib boraman deb. Va albatta qarsagingiz bilan Umra safariga yo'llanma. Gulroz qarsaginglar. Marhamat, farzandlaringizdan ajoyib sovg'a. Centrum Holidays tomonidan oktyabr oyidagi reysga biz bilan birgalikda ketishingizni yurtdoshlarimizga a'lo kayfiyat tilab qolamiz. Va 22 oktyabr ekan, 22 oktyabrga otajonimiz Hamroqulov Lutfullaga tantanali ravishda taqdim etilsin. Tabriklaymiz, muborak bo'lsin. Onajonimizniki. Farzandlaringiz nomidan ajoyib tuhfa. Ushbu yo'llanma Centrum Holidays tomonidan G'ani va Nilufar onajonimizga tantanali ravishda taqdim etilsin. Umra safariga yo'llanma va gulroz qarsaklar. Qoyili Sabohat onajonimizga bor ekan. Onajon keling. Farzandlar va nabiralaringiz nomidan ajoyib sovg'a. Ushbu yo'llanma Centrum Holidays tomonidan Tosh va Sabohat onamizga tantanali ravishda taqdim etilsin. Umraga yo'llanma. Onajon, muborak bo'lsin. Qarsaklar bu jonimiz uchun. Yelkan uzra mendirim, kalvani aylantirib, onam hojir tilaman, otam hojir tilaman. Dunyodagi ishim shu, bolalik xohishim shu, eng shirin tashvishim shu. Onam hojir tilaman, otam hojir tilaman. Onam foyda, otamning duoida, menga eng buyuk foyda. Onam hojir tilaman, otam hojir tilaman.
otam hoji qilaman. Barcha g'amlardan kechib, yerga qo'llarim uchib, kaftida zamzam ichib, onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Onangday eng yaqin sirdoshing topilmas sira, to hayotning xizmatiga bo'lib shay. Otangni asragin, onangni asra. Sovg'alar muborak bo'lsin. Otamizga, onamizga, buvijonimizga. Va biz davrimiz va din nuqtasiga ruxsatingiz bilan Erkinjon hoji otamizni taklif etsak, ularning ham so'zlar, tabriklardan, duolardan bahramand bo'lsak. Hoji bobo, kela qolasiz bahramand. Ajoyib taassurotlar, tabriklaringizni, tillolardan da bebaho so'zlaringizni farzandlar, jigarlar xonadoniga yo'llab qolasiz. Marhamat. Rahmat jon. Sog' bo'ling, sog' bo'lsin. Barchaga shunaqa yaxshi xizmatlarni qilib. Assalomu alaykum. Xudoning kelgan o'g'illar, aka-singil, ukalar, jiyanlar. Xush kelibsizlar. Ular beronning xonadoniga. Ya olaman, ularga sog'lik, tinchlik tilayman. Umrlar uzoq bo'lsin, kimni xushal aylasin. Farzandlaringizni ko'rib, xonadonda hamisha yaxshi kunlar uchun tomoshalar ko'p bo'lsin. Safarda yurganman, jiyanlarimizdan uzoq bo'lsin. Ishlar charchamasin. Shunday sovg'alarni otasiga, ayasiga yo'llabdi. Baraka olsin, umri uzoq bo'lsin. Hamisha ular qalbidagi nimaga yaxshi niyatlari bo'lsa, Allohim ularni niyatiga yetkazsin. Iqtidojon nasib bo'lsa, kelin bilan oyam bilan sog' salomat bir safarlarga borib, ziyoratlarni chiroyli qilib barlarib kelish nasib qilsin. Xonadonlaringiz hamisha yaxshi kunlar bo'lsin. Hammalaringiz sog' bo'linglar, tinch bo'linglar. Umra safarlariga, katta haj safarlariga hammalaringizni Xudoning chaqirsin, hammalaringizga ham borish nasib qilsin. Sog' bo'linglar. Rahmat sizga. Bitta bag'rizni bosib qo'yasiz endi jigarsiz. Bag'rizni bosib qo'yasiz. Otamiz ham adashmasak mana shu kompaniya tomonidan borgandilar, ha? Mana shu nabirajonlaringiz niyat qilgan ekan, otamni, onamni yuboraman deb. Alloh bugun nasib etgan ekan, ularga muborak bo'lsin deb qolamiz. Rahmat, salomat bo'ling. Inshaalloh, albatta. Va kayfiyatlar qanaqa? Taassurotlar. Shu bir xilda yuzingiz o'zgarmayapti. Nimadir kammi deyman. Xo'p, mikrofon bilan sizga yuzlansak, sizning ham taassurotlaringiz qolaversa, mana shu tasvirchilarimiz muhrlashmoqda, farzandlaringiz ko'rishadi, ularga aytmoqchi bo'lganlaringiz birinchi sizdan, so'ngra onajonimizdan. Assalomu alaykum. Kelganlarga rahmat, ularning sog' bo'lsin. Niyatlarga yetkazing. Balar sog' bo'lsin. Niyatlarga yetkazing. Neler korktun, balalardan korktun, balalardan Rahmat. Musofirdagi o'g'lonlaringizni tabriklari muborak bo'lsin va akalari o'rniga bir og'iz bo'lsa-da tabriklarni singlisidan eshitamiz, tinglab qolamiz. Marhamat. Avvalambor xush kelibsizlar.
mana shunday ota-onamga shunday yaxshi narsani tilab, ota-onamiz bizning vaqtimizga sog' bo'lsinlar. Onajoningizni bag'ringizga bosib qo'yasiz. Osmonlar ko'ksimda qiladi ta'zim. Qo'l cho'zsam samoda yulduzni tutdim. Nima ham qilardim mening bir o'zim. Otam duosidan shu kunga yetdim. Onam duosidan shu kunga yetdim. Qay tomonga borsam yo'llar ochilgay. Har o'ngu so'limda gullar ochilgay. Iqbolimni tilab qo'llar ochilgay. Otam duosidan shu kunga yetdim. Onam duosidan shu kunga yetdim. Bir yigit umrining jafolari ko'p. Adashgan yo'llari, xatolari ko'p. Meningchi ertamdan hamon ko'nglim to'q. Otam duosidan shu kunga yetdim. Onam duosidan shu kunga yetdim. Mehribonlarimiz bizni mana shunday yorug' kunlarga yetkazgan otamiz, onajonlarimizga har qancha surprizlar ulashsak ham, dunyo boyligini sochsak ham adashmasak kam deb o'ylaymiz. Boringizga shukr. Tilagimiz deyapmiz, farzandlaringiz o'zining tilaklari so'ngida tabriklab qo'ysangiz va kelasi yillarga bundan ham zo'r sovg'alarimiz bor. Otam, onam bor bo'lsalar, sog' bo'lsalar, bizni duo qilib tursalar bo'lgani deya ta'kidlab o'tdi. Albatta, biz ham duodamiz. Musofirdagi barcha aka-uka, opa-singillarimizni Alloh o'z panohida asrasin. Sog'lik, salomatlikda, bag'ri butunlikda vataniga, oila a'zolari quchog'iga qaytmoqlikni biz ham yaratgandan so'rab qolamiz. Va so'zimiz yakunida barcha jigarlarning chiroyli davra raqslariga, undan oldin otajonimiz, onajonimizning farzandlar, jigarlari bilan birgalikda esdalik suratlariga taklif etamiz. Marhamat va ta'kidlab o'tishimiz kerak, mana shu tadbirni adashmasak, bir oydan biri biz bilan qo'ng'iroqlashib, iltimos chiroyli o'tishi kerak, biz bilan maslahatlashib, birga jon kuydirgan Sayjon do'stimizga ham alohida tashakkurimizni izhor etib qolamiz. Sayjon, Alloh umringizni ziyoda qilsin. Rahmat sizga ham kattakon. Albatta, Iqro kitoblar do'koni jamoasi har bir o'zbegim xonadoniga eng sara tilaklarni yo'llab, yo'naltirib qoladi. Biz esa xayr demaymiz. Yaxshi kunlarda, to'y tomoshalarda yana mana shu xonadonda diydorlashmoqlikni Alloh nasib aylasin. Esdalik suratlarga Sayjon amakim bilan esdalik suratlarga. Dunyomizni, xonadonlarimizni tinch qilgin. Hammamiz xonadoniga shunday tinchlik, xursandchilik, yaxshi kunlar ko'p bo'lsin. Hammani ham o'zing barcha ofat kulfatlardan, balo qazolardan hamisha o'zing o'z himoyangda asragin. Yaratgan Allohim uzoq safarda yurgan jiyanlarimizni ham ko'pda asragin, ko'pna qadar bizlarni hammasini ham o'zing o'z himoyangda asragin. Hammasi ham xonadoniga sog' salomat to'lib toshib o'zingni halol modarini olib kelib xonadoniga egalik qilishni hammasiga ham o'zing nasib ettirgin. Hammani xonadonida shunday xursandchilik, yaxshi kunlar ko'p bo'lsin. Ana shu farzandlar hammaniki ham xursandchilik kundan shunday yaxshi sovg'alarni ulashib, xursand bo'lib hammani xursand qilib yurishni o'zing nasib ettiring yaratgan Allohim. Hammamizni ham qalbimizdagi mayga shari yaxshi niyatlarimiz bo'lsa, hammamizni ham niyatlarimizga o'zing yetkazgin. Amin. Allohu akbar. Hammalari sog' bo'ling. Sizler barki tular tular karşanım Yine canım kıyalmayın başmışta Otacan, onacan, canım madarım Otacan, onacan, baktım tumanı Otacan
baxtim tumani Thank you.